Birinchi bolaga homilador bo'lganingda, Yopmang, bolaga og'irlik qilishi mumkin. Ko'rpa yengil amal. to'rtinchi bolaga homilador bo'lganingda, Bolang qorningga chiqib qolib nima qilmaydimi? Hech nima qilmaydi, aka-uka o'ynashyapti. o'g'il ekanmi, qiz ekanmi? Hovliqmang, hali muddati kichkina, hali vaqt bor. Unda ertaga kelaman yana. O'ziga olib bordingizmi? O'g'ilmikan, qizmikan? To'g'risi, umuman qiz emas, tug'ilsa bo'ldi. Ish qilsam bolaga yomon ta'sir qiladi, yuvmayman. Zebo bolaga zarari bor. Hech narsa qilmaydi, ishchan bola bo'ladi bu ham. O'zi qiynalib nima qolsa? Kiyimim dog'in ketqiza olmayapman. Zebo bavi olib kelib qo'ydimi? Uyga yangi avlod texnologiyasi oldingidek endi kir sovunni 3-4 soatlab qaynatish shart emas. Qaynoq suvga 3-4 qoshiq solib ivitasan. Keyin oq sovunga yoki parashokka chay yuborsang bo'ldi. Kiyimlardan tashqari idish to'g'lan ham shunda yuvsang bo'ladi. Aytmaysizmi, shuni vaqtliroq bering. Umid aka, turing telefonni. Turing, Oyjon yetamiz. Kim telefonni? Oyjon, eshitding telefonni. Ana. Qo'shniga ayting. Qo'shni, eshitding telefonni, eshitding. Onangni tepma bolam, men seni onangman.